Xorijda noqonuniy bo'lib turgan fuqarolarimiz borligi bizni albatta katta tashvishga soladi. O'tgan yili qilingan sa'y-harakatlarimiz bilan Rossiyada 150 mingdan ziyod fuqaroga migratsiya amnistiyasini qo'llashga erishdik. Bugungi kunda Koreyada bo'lib turgan fuqarolarimiz 9% noqonuniy maqomda. Bundan buyon migratsiya oqimi ko'payib borayotgan davlatlar, ayniqsa Yevropada mehnat migrantlari bilan ishlash elchixonalardagi konsullarning asosiy vazifasi bo'ladi. Chet eldagi fuqarolarimizni konsullik hisobiga qo'yish masalasi bo'yicha ham e'tirozlarim bor. Hozirgi kunda xorijda bo'lib turgan fuqarolarimizdan bor yo'g'i 150 ming nafari 10% konsullik hisobiga qo'yilgan. Saidov, Musayev bir oyda konsullik hisobidan o'tish tartibini yanada soddalashtirish, ortiqcha byurokratiyani qisqartirish choralari bo'yicha taklif bersin. Fuqarolarimizning xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan turli reydlarda huquqlari buzilayotgani haqida xabarlar jamoatchilikda jiddiy norozilik uyg'otmoqda. Aksariyat holatlarda Tashqi ishlar vazirligi rasmiy nota berish bilan cheklanib qolmoqda. Elchi va konsullar har bir holat yuzasidan malakali yuridik yordam ko'rsatib, xorijdagi fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishlari zarur. Bundan tashqari xorijdagi yoshlarimiz yoki talabalarni turli oqimlarga qo'shilib qolayotgani barchamizni jiddiy tashvishga solishi lozim. Endi bundan buyon elchilar kabinet diplomatiyasidan voz kechib, xorijdagi vatandoshlarimiz ishlayotgan qurilish maydonlariga, yotoqxonalarga, talabalar auditoriyalarga borib, ularning muammosini o'rganib, yechimi bo'yicha ishlashlari zarur. Saidov, Musayev, Tashqulov 2 oyda xorijda og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolarimiz uchun bepul kol markaz tashkil etib, murojaatlarni tegishli vazirlik bilan tezkor hal qiladigan tizim yaratsin. Bu O'zbekiston tashqi siyosat konsepsiyasini ilgari fuqarolarimiz asosan 2-3 ta davlatga borib ishlagan bo'lsa, hozir tashkiliy migratsiya asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilyapti. Bugungi kunda Shvetsiya, Daniya va Norvegiyada 300 ming ishchilarga ehtiyoj bor. Norvegiyalik ish beruvchilar bu yilning o'zida 3 ming fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berib, kamida 2,5-3 ming yevrolik ish berishga tayyor deyapti. Yoki Shvetsiya grant ajratib, ijtimoiy xodimlarni tayyorlash va bu yilning o'zida 500 nafarni ishga olishga taklif beryapti. Musayev, Nurumbetov 1-aprelgacha Shvetsiya, Daniya, Norvegiya bilan kelishuvga erishib, bu yil 5 ming, kelasi yil kamida 10 ming odamni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborsin. Fuqarolarimizning xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan turli reydlarda huquqlari buzilayotgani haqida xabarlar jamoatchilikda jiddiy norozilik uyg'otmoqda. Aksariyat holatlarda Tashqi ishlar vazirligi rasmiy nota berish bilan cheklanib qolmoqda. Elchi va konsullar har bir holat yuzasidan malakali yuridik yordam ko'rsatib, xorijdagi fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishlari zarur. Endi bundan buyon elchilar kabinet diplomatiyasidan voz kechib, xorijdagi vatandoshlarimiz ishlayotgan qurilish maydonlariga, yotoqxonalarga, talabalar auditoriyalarga borib, ularning muammosini o'rganib, yechimi bo'yicha ishlashlari zarur.